Baxtga hammani odam intiladi. Hammamiz baxtli bo'lishni, baxtli yashashni, yaqinlarimizning ham baxtli bo'lishini orzu qilamiz. Undaqda baxt degan nima? Qanday odam baxtli sanaladi? Agar sizmo baxtlik va xotirjam yashashni orzu qilayotgan va baxtning siri haqida izlanayotgan biri bo'lsangiz, qani keling. Baxt haqidagi paranglarimizga quloq soling. Baxtning bir formulasi yo'q. Baxtga har kim har xil ta'bir berishi mumkin. Ammo mencha baxtni bir og'iz so'zga yig'inchoqlasak, baxt qalb xotirjamligi deyishimiz mumkin. Undaqda qalbning xotirjamligi qayerdan keladi? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Qalblar Allohni aslash bilan orom topadi. Demak, mu'min uchun baxtni iymon deyalaymiz. Aslida iymon har inson uchun baxt. Chunki insonlarning otasi Odam alayhisalom yaratilganida Alloh unga pöylagan bir ruh bor bo'lib, insonning ichidagi bu samoviy ruh toki u insonning qalbi Robbiga, ya'ni osmonga bog'lanmoqcha o'zining aslini ezlaydi va doim beoromlik, ich siqilish va bir narsani yuturib qo'ygandek yashashga majbur bo'ladi. Qalbidagi shu bo'shliq va huzursizlikni to'ldirish uchun turli yomon ishlarni sinab boqmoqchi bo'ladi. Bu huzursizlik insonni o'z-o'zini o'ldirib olishga olib berishi mumkin. Dinsizlik avj olgan davlatlardagi jinoyat va o'zini o'ldirib olish nisbatining musulmon davlatlarga qaraganda necha hassa ko'p bo'lishi buning dalili bo'la oladi. Bu ruh o'z egisi bilan uchrashganda qalb orom topadi. Biz baxtga ta'bir berolmasligimiz mumkin. Ammo iymonni baxt deyalaymiz. Olimlarning ulgusi, rahmat elchisi, suyumlik payg'ambarimizning to'limi qisqa, ammo nihoyat cho'nqur ma'nilik baxt ta'biriga birlikda quloq solaylik. Qalbi xotirjam, o'zi sog'lom, iymoni salomat va bir kunlik yemak ichmaga to'liq holatda kunni kech qila olganinglar sizlarning eng baxtlikinglardir. Baxt ko'ngilning qat-qatiga singan rozimanlik tuyg'usidir. Baxt qanoat tuyg'usidir. Vijdon xohlagan har bir ish uchun besilgan har bir qadam baxtdir. Durust ishlar uchun chekkan riyozatlar ham baxtdir. O'z-o'ziga yuz kelaligidek turib, sumirgan har bir nafasning o'zi baxtdir. Taqdiringga yozilganiga qanoat qilgan eng boy kishi sen bo'lasan. Nima degan go'zal jumla ha? Demak, qanoat baxt demakdir. Baxtga sen nada tursan deb so'ralganda, baxt taqdirga rozi bo'lganlarning qalbida deb javob berdi. Ustundagi kishilarga emas, sendan to'van va og'ir turmushlarda yashayotganlarga qarab shukr qilgin. Sana berilganlar uchun rahmat aytgin. Dunyodagi eng baxtli kishi qo'lida dunyo bor kishilar emas, balki qalbida qanoat bor kishilardir. So'zimning xulosasi, ey aziz qarindishim, baxtning huzuri shukr qilguvchining qalbida bo'ladi. Va baxt bizning nimalarga erishganligimizda emas, balki tuyg'ularimizning qanday bo'lishida ifodalanadi. Erishish yoki yo'qotishlarga tabassum qila olganda, ondan qalbimiz poyansiz keng koinotga aylanadi. Ko'nglimiz so'zuk bo'lganida bahor kelib gullar ochiladi. Hayotning huzuri bu qadar balkim. Baxt sahardagi ibodatdan, dillardagi muhabbatdan, insondagi kuyum ham vafodan, o'ng qo'ldagi saxovatdan, apuchanlikdan keladi. Boshqa yerdan izlamang. Qarang, baxt qo'lingizda turmamdi. Sahar turib, o'zingiz ham yaqinlaringizning baxtini tilang. Duolarda bo'ling. Baxt har sahardan boshlansin.